kecha soat 1 endi. Hali havo aylagan, momaqaldiroq chaqmoq jala quyapti. Eshikni ochsa soat 1da qaynasi turganmish-da. Qo'rqib ketibdi. "Tinchlikmi, oyijon?" debdi. "Nima qilib yuribsiz?" debdi. "Yarim kechasi oyijon, havoni qarang, ham yoz usti boshingiz ho'l. Ertaga shamollab qolib, gripp bo'lib, o'lib qolsangiz" debdi. "Qaynatam mayli yashab ketadi, bolalaringiz mayli chidaydi" debdi. "Men qanaqa chidayman" debdi. "Men sizni kuyovingiz, men qanaqa chidayman oyijon" debdi. "Nimaga bunaqasiz? Unisi soat 1da kelibsiz oyijon, yarim kechasiga. Ko'cha to'la daydiytlar oyijon. Hamma sizni tishlab, yeb, o'ldirib qo'ysa, qaynatam mayli yashab ketadi. Bolalaringiz mayli chidaydi. Men kuyovingiz, men qanaqa chidayman? Men qanaqa sizsiz yashayman oyijon" debdi. "Ikkinchi kechqurun ko'chada yurmang. Boring, keting uyingizga" deb eshikni yopib qo'ydi. Qara qanaqa hurmat qilgan qaynasi.